Sizlarni biza tekinga massajga chaqiramiz. O'g'lim 5 kunda emelash boshlagan. O'g'lim rosa agressivniy, doim o'zi yetkazdi bularni bizga. 1 yil Yunusobodga qatnaganmiz. Hech qanaqa natija bo'lmagan. Keyin biz уже umidimizni uzdik o'zi massajdan. Chunki pul ketdi, расход bo'ldi, lekin biz effekt ko'rmadik. 1 yil qatnadik. Keyin bu yerda massaj ochilganda ko'rganimda xo'jayinimga aytganman. Shu yerga bir kelib ko'raylik deganimda, bu yerga ham kelganmiz boshida. O'g'lim 5 kunda emelash boshlagan. Umuman emelamasdi, unaqa ham yurmasdi hamda. 5 kunda effektini ko'rganmiz. Keyin ancha payt keyin sharoitimiz bo'lmay qoldi yana. Doim o'zi yetkazdi bularni bizga. Xudodan tinmay so'rayotgandim. Yana sharoit bo'lganda edi, imkoniyatimiz bo'lganda yana massajga olib kelsam o'g'limni. Balkim yurib ketarman shu safar massaj olsak deb men Xudodan tinmay so'raganimda, bu Hadicha massajini direktorlari telefon qilib qoldilar menga. Sizlarni biz tekinga massajga chaqiramiz, o'g'lingiz uchun qilib beramiz shunaqa sharoitni, o'g'lingiz yurib ketish uchun deb bizani telefon qilib chaqirishdi. Mana bugun oxirgi kunimizda biz massaj olib oldik. Ko'z temasini уже qo'yib yuborsam, tikka turibdi, oldin tura olmasdi o'g'lim, yiqilib tushardi. Hozir bitta qadam bo'lsa ham bosyapti. Yurishlari ancha yaxshi, qo'lidan ushlasham ham yurib, shunaqalar qilyapti, o'zgarishlari yaxshi. Allohimga shukur, shularni Xudoyim bizga yetkazdi. Rosa yig'laydi, massajda rosa qiynalishadi, to'g'risi. Gulnoz opam rosa qiynaladi massaj qilayotganda. Chunki jim turmaydi, yotib ham bermaydi. Dejam 2 kishi ushlashib zo'rg'a massaj qilishdi, rahmatli ekan. O'g'lim rosa agressivniy, tonuslari bor edi. 2 kishi zo'r ushlashib qilishyapti. Rahmat eplab massaj qilib berishayotganiga baraka topishsin ilohim. Bu yerda hammaligi tajribali, o'zini ishiga ustasi, mas'uliyatli. Sizlarga ham taklif qilaman.